Hammaga salom. Sizlar bilan hozir o'lchov nimaligini ko'rib chiqamiz. O'lchov birlik emas, sentimetr, metr emas. O'lchov, ya'ni izmerение. Interstellar ko'rgan bo'lsanglar, ma'ni tushunasizlar. O'zi nechta o'lchov bor? Olimlar aytishi bo'yicha n количество o'lchov bor. Biz odamlar 3-o'lchamda yashaymiz. 3-o'lcham. Kelinglar hozir 1-o'lchamdan boshlaymiz. O'zi 1-o'lcham nima bu? 1-o'lcham mana просто bitta liniya и всё. Va shu bitta liniyada yashaydigan существо deylik. U nimani ko'radi? U mana bu narsani ko'radi. Va bitta движение qilib, faqat bitta harakat bo'yicha yuradi, faqat mana shu osh bo'yicha. Mana shu harakat bo'yicha, to'g'ri, faqat mana shu liniya bo'yicha yuradi, и всё, faqat shu. Va endi 2-o'lchamga o'tsak, 2-o'lchamda bizga ikkinchi ya'ni osh qo'shiladi. Ya'ni bu x bo'lsa, bu y. Bizga bu osh qo'shiladi va bu oshdagilar, bu o'lchamdagi odamlar, ya'ni существоlar qanaqa yuradi? Buni bundoq qilib tushiramiz. Shunda bu 2D bo'ladi. Mana shu aytsa ham bo'ladi, что 1D, 2D, 3D, 4D eshitgansizlar. Shunaqa qilib ham tushuntirsa bo'ladi. Hozir sizlarga tushuntiraman. Biz 3D damiz va mana hozir 2D ni sizlarga ko'rsataman. Ya'ni 2D da nima bor? U yerda 2D mana oladigan bo'lsak, ular o'ngga, chapga, yonga xohlagancha yurishi mumkin. Faqat tepaga va pastga tusha olmaydi. Nimaga? Chunki ularda 3-o'lcham yo'q. 3-o'lcham. Biz 3-o'lchamli dunyoda yashaymiz, to'g'rimi? Ular 2-o'lchamlikda yashaydi. O'shaning uchun 2-o'lchamda yashagan uchun 1-o'lchamli harakat qilishadi. Ya'ni bu nima degani? Shunda bu nimani ko'rsatadi? Bu shuni ko'rsatadiki, что 1D dagilar, 1-o'lchamda yashaydiganlar, bular shu o'lchamda yashaydi. Bu degani bular bu o'lchamda ko'radi degani emas. Bular 1-o'lchamdagilar mana bu o'lchamda ko'rishadi. Mana shu narsani ko'rishadi. Ya'ni bir dona tochkani mana liniya bo'lsa, bir dona tochka faqat shu yo'nalish bo'yicha harakatlanadi. 2D da, ya'ni 2-o'lchovda yashaydiganlar 1-o'lchamda ko'rishadi. Hozir tushunib olasizlar. 1-o'lchamda ko'rishadi. O'shaning uchun o'ngga, chapga yura olishadi, lekin tepaga, pastga tusha olmaydi, chunki ularning 3-o'lchami yo'q. Osh Z. Biz odamlar 3-o'lchovda yashaymiz, lekin 2-o'lchamli ko'ra olamiz. 2-o'lchamli. Tushundinglar? 2-o'lchamli ko'ra olamiz. Bu degani uzunasini, enini va balandligini. Masalan, sizlarga AirPods ko'rsataman. AirPods sizlar hozir faqat ikkita osh bo'yicha ko'rasizlar. Ya'ni osh X va osh Y bo'ldi. Lekin men agar hozir buni ichini ochsam, biz buni ichini ham ko'ra olamiz. O'shaning uchun ochganimizdan keyin ko'ra olganimiz uchun biz 3-o'lchamda yashaymiz. Ya'ni ko'rib turgan narsamizni faqat eni bilan uzunasini ko'ramiz, lekin bitta qaraganimizda ichini ko'ra olmaymiz. Uni ochib ko'rsak bo'ladi, lekin bitta qaraganimizda ko'ra olmaymiz. Xuddi bundan kelib chiqadiki, что
biz ko'ra olmaydigan narsa boshqa bir o'lchovda bu mumkin. Ya'ni boshqa o'lchovdagilar ko'ra oladi. Ya'ni bu 4-o'lchov. То есть 4-o'lchovda yashaydiganlar bizni qanday ko'radi? 3-o'lchovda. Ya'ni bizni naskost ko'radi. Bizni ichimizgacha, то есть bitta qaraganda прям naskost ko'radi. Bu nima degani? Shuni bundan следовательно 4-izmeriyada yashaydiganlar, 4-o'lchovda yashaydiganlar 3-o'lchovda ko'rishadi. Biz 3-o'lchovda bo'lib turib 2-o'lchovda ko'ramiz, lekin biz 4-o'lchovni ko'ra olmaymiz. Xuddi 2-o'lchov 3-o'lchovni ko'ra olmagandek, chunki 2D da yana bitta o's yo'q. Ular ham bunaqa ko'radi 2D da. Ular ham bunaqa ko'ra olmaydi. O'shaning uchun biz 3-o'lchovda yashaymiz, lekin 4-o'lchovni tasavvur qilish mumkin, lekin qiyin. Уже 5-o'lchovga keladigan bo'lsak, 5-o'lchovda yashaydigan mavjudotlar ular 4-o'lchovda ko'radi. Ya'ni 4-o'lchovga nima kiradi? Bu yerga yana vaqtni boshqarish kiradi. Interstellar ko'rgan bo'lsanglar, ismi esdan chiqib qoldi. O'sha aktyorlar 5-o'lchovga tushib qoladi va vaqtlar ora yura oladi. То есть bitta situatsiyani ko'ryapti, boshqada boshqa situatsiya bo'lyapti. Bitta kadr, ikkinchi kadr mana uchib yuradi-yu. O'shanda boshqa holatlar pametga сохраниться bo'lib qolgan bo'ladi-da. Vaqtni boshqara oladi. Xohlagan vaqtiga bora oladi. O'shaning uchun mani ustozim aytgandi, то что biz 3-o'lchovda yashasak, 4-o'lchovdagilarni ko'rmasak, 4-o'lchovdagilar bular farishta, har xil qolgan narsalar deb aytgandi ustozimiz bizga. Endi ishonish kerakmi yo'qmi uni? Короче, mana shu narsa. O'lchovlar o'shaning uchun nimaga n количество? Chunki biz bilmaymiz u бесконечныйmi или biz tasavvur ham qila olmaymiz. Уже 5 dan 6 уже tasavvur qilish qiyin. O'shaning uchun n количество deyilgan. Mana shu o'lchovlarni tushungan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar tushunmagan bo'lsanglar, savolinglarni kutib qolaman. Hammaga rahmat.